Hozir pastga tushsam, nima yo'q, mashina yo'q qo'ygan joyimda. Baravarani olib chiqib ketyapman. Dokumentlarni. Mashinani dokumentlarini olib tushaylik, qani. Ajoyib. Yo'q. Noto'g'ri qo'yganmanmi? Desam, o'zini joyiga qo'yganman. Qanaqa olib ketishdi ekan? Yoki jildirib qo'yganmi qayerqadir? Ko'raylikchi. Mashinam yo'q hozircha. O'tirib tur, kamerachi boqyapti hozir deyapti. Qani boqib ko'rsinchi. Mana bu ekan. Apelsina bo'lgan bittasini yeb turaylik men. Endi har xil holatlar bo'lar ekanda. Ular necha pul deb qo'yibdi? 185 ming deyapti. 219 ming, 279 ming. Qanaqadir brend bormi? B degan brendmi? Ovqat yeb ketib olay desam, anaqa endi anaqa yo'q. Nima deydi? Mashina yo'q, ketaman desam. Shunaqa holatlar endi. Mana men tashqariga qo'yganman. Yana shunda bir narsa qildim. Kalit o'zimda. Mashinani yopmadim chekdi. Yopmadim. Kech payt shu yerdan olganman. Mashinani olib kelib, mana bu yerda yo'qda mashinalar. Bu bo'shaga qo'ygandim. Qanaqadir olib qo'ygan bo'lishi mumkin yoki qanaqadir men bilmagan. Noto'g'ri ish bormi bu? Sabr qilib turaylik, biz shoshila orasizlar. Alloh taolo berganida. Xato qilgan bo'lsa, xatomiz to'g'rilaymiz. Men aynan shu joyga qo'ygandim mana mashinani. Mana shu joyga. Kimdir bo'lib buni olib ketganmi? Ko'raylik, qani. Qay shoshmasanglar, hammasi bo'ladi. Iya. Olmagandir. Mayli. Qani mashinamizni endi istaymiz endi mashinani. Mana shu joyga qo'ygandim men mashinani. BMWda emas, nargisi. BMWdan keyingi mashina o'rnga qo'ygan. Ko'raylikchi qani. Nima bo'lar ekan? Xudo xolasa hammasi yaxshilikka, to'g'rimi? Yaxshi bo'ladi inshaalloh. Yomonidan saqlasin. Bu tarafda ham ko'rib qo'yaylik qani. Bu tarafda ham nimadir bormi? Mashinamizni qayerdadir qo'yganmikan? Mashinasi kirib bo'lib ketibdi, yuvib qo'yaylik degan bo'lishi ham mumkinmi? Bu yerlarda mashina yo'q. Meni Cobalt'imga o'xshagan mashina yo'q baribir. Qani kirgandan keyin gaplashamiz.
Mashinani parkingchilar olib ketgan ekan. Hozir parkingga ketyapman. Endi parkingga boramiz. Borib, Yandex mana shu. Ketdik. Поехали. Стоянка, да? Стоянка? Стоянка это? Куда едешь? Я не знаю. Вау. Все, понял. Не забудьте пристегнуть ремни безопасности, даже на заднем сидении. Yaxshi ham bir ikkita so'zlarni bilaman ruschada. Bank masalan. Ruscha ekan-da u. Dollar, rubl, shunaqalar desam, bo'pti, tushunishyapman. Nima deydi? Almashtirishga kelyapmiz. Sberbankka keldik. Ochilish kerak. Zakrit. Bank zakrit deyapti-ku buni. Nima deyapti buni? Zakrit. Adresi kerak-ku, zakrit ekan. Брат, банк закрыт. А сегодня суббота, не работает. Не работает? Bugun nima-ku? Shanba ishlamaydi-ku. Bozorlar ishlamaydi, banklar ishlamaydi. Shuning uchun bu taksichi akamizga maydalab ber desam bo'ldi dedi. Bo'ldi, farqi yo'q, maydalab beradi. Endi 100 rublga farqiga shunaqa 200 rubl farqiga oldi shekilli. 7900 bo'lsa bular 7700, 7600 shunaqa bo'ladi. Yomon emas. Qaysi odamni ko'rsam ham lekin yaxshi insonlarga uchradim. Mana gazetali odamlarmi, yo'ldagi Qozog'istondagimi, kim bo'lsa ham hammasi yaxshi insonlar. Muomalasi yaxshi. Yaxshi tarafga bursiz, hammasida bir katta manfaat olasiz. Ishingiz chiroyli bitadi. Chiqib ketadi. Maka saq ketyapti endi. Do'qura yo'l bilan yurib shekilli. Men Astraxan bilan butun narsaga hukm qilmayman. Astraxanda o'sha eski qishloqlar ekan bu yer. Bularda ham juda ko'p qurilishlar bor, harakat bor ekan. Shunaqa hayot o'zgaradi, siz kelasiz, sizdan ham qoladi. Million odam keladi, milliard odam keladi, ketadi. Bu yer bizniki emas baribir. Baribir ketishga majburmiz. Astraxanda bo'ladi, boshqa joyda bo'ladi, kelasiz, ketasiz, iloji. Почти приехали. Пожалуйста, не забывайте вещи в салоне. O'zbekiston ham shu, Turkiya ham shu. Kelasiz, ketasiz, iloji yo'q. Yer bizniki emas. Vaqtinchalik yashashga berilgan. Keyin baribir egasi ketinglar deydi. Achchiq haqiqat. Taslim bo'lganlarga maza qiladi. Kelsa ham maza qilib ketadi, ketsa ham maza qilib ketadi. До конца маршрута осталось Muddatini 300 o'taydi, ketadi. метров. Hamma shunaqa. Kimdir rozi bo'lib, kimdir norozi bo'lib. Rozi bo'lgan ham, norozi bo'lgan ham ketadi baribir. Ana norozi bo'lganlar qoldi. Где? Вот адрес твой здесь. Окей. Спасибо. Давай, счастливо. Amakimiz tashlab ketdi bizni mana. Mana shu joydan olamizda endi mana mashinamizni. Mashinamizni shu yerga olib kelib qo'yishibdi-da. Mana meni mashinam. My car.
Moy mashina. Hani meni mashinamni topib beringlar. Yaxshi bitta rus brat yordam beryapti. Bu joy noto'g'ri ekan uni. Bu joy noto'g'ri ekan. Boshqa joyga borib Uber chaqirib berdi. Taksi tashlab ketdi, boshqa joyga tashlab ketdi. Shu joy deb o'yladim, boshqa joy ekan. Endi yana boshqa joyga hozir bu akam chaqirib beryapti. Brat, Вызвал такси. Вот. Сейчас скажут, какая приедет. Тебя привезут в ГАИ. Gai. Да. This place. Да, да, А. да, yes. Там тебе расскажут все. Okay. Где машина, где что. Сейчас это самое. 160 рублей надо будет отдать таксисту. Aha, rubley? Да. Не долларов. Yo, rubley. Ha, rubley. Rubley. Спасибо большое. Если что, я там. Вот. Как назначат машину, я подойду, скажу, какая. Okay. Ага. I will here. Да, да. Okay. Все. Спасибо. Rahmat shu brat kelib, telefon qilib, gastinisaga telefon qilib gaplashib berdi. Shunchalik bo'ladi-da hayot. Ham insonlarda yaxshilik bor. Hammani yomon deb o'ylamaylar. Yaxshi insonlar bor. Hamma kirmay keldi endi. Taksimi bu nima endi bu? Taksi emas bu shunday nimadir olib ketyapti. Seni kutib turamiz endi. Taksini kelishini. Shunaqa gaplar. Safar qilaman degan odam mana shu joylarga ham e'tibor qaratib qo'yish kerak. Muammoga tushib qolsam nima qilaman desa, boshqa tushganda ko'rasiz. Endi iloji yo'q. Sal affoqa turibdi, chunki sog'lik qilyapti. Oldinga intilayotgan davlatlar bilan davrida kuchli bo'lgan, hozir uncha kuchli emas davlatlarning farqi ustida ishlayotgan formadagi odamga o'xshaydi. Ustida ishlayotgan formadagi odam qanaqa tushunchalarda, qanaqa xarakterlarda bo'ladi, harakatchanligi qanaqa bo'ladi, dunyoga qanaqa qaraydi-yu, davrida ishlab qo'yib, hozir ishlay olmaydigan odamlar qanaqa qaraydi? Davrida zo'r bo'lgandir, to'g'ri, unda muammo yo'q, lekin hozir baribir u formada emas. Farqi bo'lish kerak-da. Ammo uchinchi toifa bor, ular oldin ham zo'r bo'lgan, davrida ham zo'r ishlagan, hozir ham zo'r ishlashayotgan kompaniyalar, shaxslar, davlatlar bor. Ularning tushunchasi umuman boshqa bo'ladi. Bu davlatlar oldin zo'r bo'lgandir. Lekin hozirgi holati, masalan, ularning qilayotgan hayotidagi harakatlar boshqalari O'zbekistonga solishtirsak, bizning harakatlarimizdan 10 chandon oz. Harakat o'ta oz. Ularda pul topish muammosini bilmadim qanaqaligi, lekin hayotdagi harakatlari, masalan, bir kunda nechta ish qiladi, nechta narsaga harakat qilyapti, kam. Ya'ni bu degani hozir eplab yashab, lekin uzoqqa bormaydi. Hozir eplab yashashi mumkin, lekin uzoqqa bormaydi. Nimaga? Chunki hayotda bulardan ancha tez harakat qilayotgan davlatlar, xalqlar bor. O'zimizning eski maqol, harakatda barakat deydi-ku. Ana o'sha narsa. Kim harakat qilsa, dunyo o'shanga boqadi. Faqat yo'lini bilish kerak. Yo'lini bilib harakat qilayotgan odamlar yutib ketadi. Qaysi millat, qaysi xalq bo'lishidan qat'iy nazar. Hazrat ketyapti, rahmat aytib qo'ydim. Gaplashib ketyapti endi.
Yaxshi. Gaplashib berdi. Hyundai keladi dedi taksida. Bailey dedi. Oq degan ekan. Ana kutib turibmiz-ku. Kesinlikle qani Hyundai Bailey. Taksi ham keldi. Я не знаю русский язык. You know. Брат. Гай, а? Знаю. Да, Bilarkan. Endi bir ediki qani yaxshi insonlar bor har holda. Mana masalan aka gaplashib berdi. Tanimaydi, insonda, insonga yordam beradi. Bunlarga taksi nimaga meni bu yoqqa tashlab ketdi? Yo gasinsa degan odam noto'g'ri chaqirgan. Tushunmadim. Xullas nima bo'lgan taqdirda ham peshoningizdagi mana shu narsa bo'ladi. Peshinizdagiga rozi bo'ling degani shu. Rozi bo'laylik. Hammasi yaxshi bo'ladi. Nima bo'pti? Bir safar sizni noto'g'ri joyga chaqirib qo'yishsa, noto'g'ri joyga tashlab ketishsa, hech narsa bo'lmaydi. Zato Robbim bor. Maza qilib. Robbim tashlab ketmasa bo'ldi. Qolganlar hech narsa emas. Bir ikki so'm foyda qilgandir taksi. Pul maydada berganda ham boshqasida ham. Rizqini oldi. Hech ham xafa emasman. Maza qilib ber. Men marta roziman. Juda ko'p mashinalari nisbatan sovuqroq yurar ekan. Bilmasa havo sovuqroq bo'lar ekan. Bizni mashinalarda qishda issiqroq bo'ladi, bularda sal sovuqroq bo'lar ekan. Mashinaning ichidagi ob-havosini aytadigan bo'lsam, mana farqini aytaman sizga, o'zingiz tushunib olasiz. Oynani ochib qo'ysam, ob-havo o'zgarmayapti. Ichkaridagi sovuqlik, issiqlik o'zgarmayapti. Shundan bilasiz qanchalik bular issiq tutishini. Ya'ni hamma taksisi emas, ikkitasiga chiqdim, ikkalasi shunaqa ekan. Bu ikkinchisi akamiz. Birinchisini endi ko'rdim uni ham. Hamma taksisini aytmoqchi emasman. Ikkita taksisiga chiqdim, ikkalasi shunaqa ekan. Qolganlarini bilmayman. 200 bersam qaytarib beryapti. Yaxshi aka ekan-ku. Narigi taksi demak 400-500 olibdi-da. Спасибо. Большой. Рад. Rahmat. Sapchisi yo'q deb arzimaydi aka deyapti. Endi mana mashinamizni olgani keldik. Gayga keldim. Litsenziyam bormi, nimadir bormi? Pravani berdim, mashinani dokumentini berdim. Endi kutamiz. Ilohim yaxshiliklar bo'lsin. Mashina joyini borib ko'ramiz. U yerda parking deb yozib qo'ygan gastinsani joyi. Yana bilmadim nimaga olib ketishdi, kim ular tushunmayapman. Mayli, kutaylikchi hozir nima deb kelar. Штраф? Русский понимаете хоть? Я не так? знаю. I'm вообще. sorry. Английский есть. Это не перевод. Pravani tarjima qilib berdik. Qaraqasiga bo'lgan tarjima qiladi. O'zi oddiy ismi, tug'ilgan kuni, o'shani ham tarjima qilish kerak. Bularga tushunmaydi bular. Bularga aytish kerak.
Mana familiya deb yozib qo'ygan, ism yozib qo'ygan, tug'ilgan kunni yozib qo'ygan, O'zbekiston deb yozib qo'ygan. Ya'ni buni translate deydi. Nima deydi? Translate nima deydi? O'rischaga xullas tarjima qilib kelib beryapti. Bo'lmaydi unaqa narsalar. O'zi soqib turgan bo'lsa odam. Sovuq havoda shunaqa gaplar gapirsa bo'ladi bo'lsa. Yaxshilikka bo'ladi. Bittasini hozir endi tushunishim bo'yicha rusdan tushunmayman-ku. Splash nomi narsalar deyapti. O'shanda u videoga tushib qolgan o'sha nimaga streshni yurganman. O'shani videosini bor ekan deb unga straf qo'yishyapti endi bular. Ba'zi muammolar ko'p bo'lardi. Bizga yaxshi. Gasinsaga motor qo'yib qo'ygansan deydi. Mabodo desatang. Lekin baribir tushunmadim. Ko'raylik qani. Перед пешеходом, допустим, пешеход так далеко стоит, правильно? Пешеход же есть разметка? Есть. Поэтому дальше тротуар. Нет же знака, есть само тротуар, то, что вы стоите. Понимаете, достаточно того, что мы, сотрудники ДПС, регламентируемся на установленные знаки администрации. То есть это разметки, знаки и т.д. и т.п. Xizr alayhissalomning hikoyasi esimga tushib ketdi. Bir kambag'alni kemasiga chiqadilar, bu chekkadan o chekkaga o'tadilar. O'tishiga kerak kemani teshib qo'yadilar hassasi bilan. Musa alayhissalom nega teshdingiz desa, jim, sabr qil. Kutib tur, aytib beraman. Keyin oxirida aytadilar. Zolim podshoh butun kemalarni musodara qilyapti. O'ziga tortib olyapti. Bu bechora zo'rg'a ishlayapti. Teshib qo'ysam, tekshiruvchilar kelib, teshilgan ekan deb tashlab ketishadi. Zohirda yomon ish, aslida yaxshilikka deb tushuntiradilar. Buni Alloh taolo Qur'onda keltirishda maqsad ulamolar aytishadi, aynan har bir ishda nimadir hikmatni izlab topishing shart emas deydi. Lekin sen shu Alloh taolo haqida shunaqa chiroyli gumonda bo'lishing uchun keltirgan bo'ladi, namuna sifatida. Ya'ni har bir ishda albatta menga Robbim yaxshilikni ravo ko'radi deb e'tiqod qilish kerak. Inshaalloh bu ham yaxshilikka bo'lsa kerak. Tam charchaganmi deyman. Sovdi. Kapatmayapsanmi? So'v. Shunaqa gaplar ekan-da. Hech kim qolmadi, bitta o'zim qoldim. Menga varag'imni chiqarib berdi, shtrafini yozib berdi. Endi hozir ikkinchi tarafga borib mashinani olib ketishim kerak deyapti. U yoqqa borishni bilmayman. Endi nima qilaman? Endi mana bu yerdagi bitta akalar o'sha yoqqa ketishar ekan, o'shalar bilan birga ketib olaman. Ularning ishlari cho'zilib ketdi, o'zim ketadigan bo'ldim. O'zim ketyapman endi. Taksini chaqirib, taksini to'xtatib ketaman. Taksi kelmadi, avtobusga chiqdim. Taxminan bitta avtobus chiqib olib keyin so'rasam, bu joy tushirib qo'ydi. U yerdan 1 kilometr uzoqlikda ekan. Hozir o'sha 1 kilometr uzoqlikda ketyapman piyoda. Mayli yurib olay chunki soqatib ketib qoldim. Ko'p turib qoldim-ku. Qizib qolaman. Endi tushundim. Gasinsiran taksiga chaqirib bergan odam almashtirib boshqa joyga chaqirgan ekan. Hozir men shtrafni varag'ini yozdirib kelib, endi mana kelyapman. Endi haqiqiy haligi birinchi kelishim kerak bo'lgan joyga keldim. Hozir qani gaplashib ko'raylik, shu yerdamikin. Qaysi bir ekan shu? Mashinadan so'rab ko'ramiz. Mana 1 kilometrcha yurib, sal qizib oldik. Mashinamiz gibridda bir o'zimizga o'zimiz quvvat berib turmasak bo'lmaydi. Asher chekilgan mana. Shtrafnoy aka. Mana shu joy shekilli. Mashinani olib chiqatarsan dedi, qani. Bu yerda mashinalar zapchast qilishyapti-yu.
Egasi olib ketmasa deb. Uy, ana meni mashinam. Mana meni mashinam. Voy bechora mashinam. Kobaltim meni. Kobaltim. Endi kimga uchrayman? Kimdir bormi bu yerda? Кобальт. Кубаль, да. Так, давайте документы. Это что? Паспорт. Я... Но... Права. Право. Право. Это Машина. машину, да? Машина есть. Не, это не нужно. Так, смотрите, вот это вам остается. Сейчас я запишу вас, Угу. почитаю и скажу вам. Aha. Ne degan tushunmadim ekan, ha deb qo'ydim. Chunki tezroq avval olay. Oxir mashinamga yetib keldim mana. Mana meni mashinam. Voy bechora mashina. Qamoqxonada rishotkadan qarashadi-ku. Qamalib qo'ygan odamga mashinaga shunday qarayapti. U yoqqa qarab yo'q qo'yishmabdi. Hamma o'zimiz yuboramiz. Сейчас подходите вот за этими домами. Bank today? Сегодня? Да, да. Если сегодня уезжаете, сегодня из России все, да? Ha, Сегодня, тогда сегодня в банк. Таможня не выпустит. таможни. What's name? What's name? Имя. Банк имя. Сбербанк. 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 Любой, Open? любой. Open. А. Да, open. Open today. Да, да, да. Okay. Любой Сбербанк. Любой Сбербанк. Любой. After that? Вот это даете. Ага. Сейчас, давайте документы. Где она? Штраф. Штраф. Вот, штраф и паспорт. Паспорт. Окей. И штраф. И все, Штраф, оплачиваете, и все. Ага. Квитанция обязательно. Обязательно. Что они вам дадут там. And go. And go, все, да. Окей. Он уйдет автоматически. Как вы оплатите, Автоматически, а? уходит, да. Ага. Оплачиваете, все. Ага. Окей. Ana. Okey. Endi qanaqa qilib yetib boramiz gостиницаga? Yaxshi qolgan. Mashinani oldik. Sberbank qayerda ekan, unisini bilmadim. Shu yerdan so'rab ko'rish kerak endi. So'rab chiqqunimcha olib ketib qolmaysizlar mashinamni. Endi Sberbankni istab ketyapman. Pul to'lash kerak shu tarafda. Bu yerga 5 ming to'ladim, yana Sberbankka ham pul to'lash kerak. Nima? Internet yo'q bo'lsa, telefon yo'q bo'lsa, GPS yo'q bo'lsa, eski zamonga qaytib qolamiz ekan. Odamlardan tushib, so'rab, rahmat. Bittasi noto'g'ri aytadi, bittasi to'g'ri aytadi. Mendan yaxshi bilmayman, mendan so'rama, boshqasidan so'ra deydi. Shunaqa qilib eplab ketyapmiz endi. Astraxan ko'chalarida. Uzr, gapirayotganimda gaplarim tiniq chiqmashi mumkin, chunki sovqotib ketdim, anaqalar ishlamayapti. A'zolar oxirgacha ochilib yopilish amortizatorlar ishlamay qolyapti. Sberbank. Afrika bor ekan, endi bankka ham topilsa kerak, Afrikaning yonida. Kiberbankmi, Sberbankmi? Kabachok debdi. Mikon kabachok. Ribachok, kabachok, ribachok debdi.
baliqni chiqarib qo'yibdi. Rasman. Shunaqa gaplar. Ana, mashinamizni ham oldik. Men nima qilishim kerak? Signal chalibdi. Internetdan qarasam chiqmayapti. GPS'lar ishlatilmayapti. Dollarda rublga maydalab olish kerak, chunki shtraf katta ekan. Bankda olib keldim. Birinchi pulni maydalab oldim, lekin shtrafni ko'rsatsam, shtraf yozib bergan, lekin bugun chiqmaydi ekan. 2-3 kunda chiqib qoladi deyapti. Mana ba'ziga 2-3 kunda kirgizilar ekan. Endi hozir chegaraga qarab ketaveraman. Chegara tarafdan bironta bir shtraf to'laydigan joy bo'lsa to'layman-da. Bo'lmasam iloji yo'q endi. Ustiga internet ishlamayapti. Roaming yoqasiz ham ishlamaydi ekan. Keyin kompaniyaga telefon qilsam 24 soat kirganingizdan keyin Rossiya hududiga 24 soatgacha ishlamaydi ekan. Har qanday roaming ochilsa ochilmasa 24 soatdan keyin sekin ishlashni boshlaydi. 24 soat bo'ldi. Hali ham ishlamayapti. Chavamda umuman ishlamasa kerak bu. O'zim sim kartasini olib qo'yarmikin desam, bugun shanba. Belang ham ishlamaydi, unaqa sotuv bo'limlari ham. Birinchi o'rinda uyga boray, gostinitsaga boray. Narsalarimni olay. Keyin gaplashamiz. Ya ana bu joyda bilayim bor ekan, qani. Bilash keraksa bo'lsa beradi. Mashinamni u yoqqa qo'yib qo'y. Yani olib ketib qoling. Oldingi avlodga katta ketishgan bo'lsa bilmadim-u, lekin bizning avlodga ruslar katta ketadigan emas. O'zini chegarasi bo'lish kerak. Chunki ancha ahvollari og'ir, hisob-kitoblari ham zo'r emas, lekin hali katta ketadigan darajada, o'zini ustun ko'rsatadigan darajada emas. Yaxshi ham 2-3 ta karta tushirib olgan ekanman. Bittasi ishlamasa, bittasi ishlab qolyapti. Internet umuman ishlamaydi. Internet yo'q. GPS ham yo'q. Aynan GPS'larni o'chirib qo'yapti ekan hozir. Bu ruslar bizga nimasi bilan namuna bo'lishmoqchi bo'lgan tushunmayman. Masalan, odam xor. Yosh katta ayollar, erkaklar xor. Biroq qaramaydi ularga. Lekin itiga parvarish qiladi. Itga mehr beradi. Itni orqasidan yuradi, baylab olib, orqasidan yuribdi. Nimasi bilan namuna bular? Inson tushunmayotgan joyi shuki, itga insonning mehri, muhabbati shart emas. U usiz ham yashayveradi. Mana darada ashincha itlar maza qilib yashayapti. Inson yo'q joyda maza qilib yashayapti. Insonning muhabbati insonga bo'lsin, manfaatli narsalarga bo'lsin. Itga itning muhabbati yetadi. Insonlarning muhabbatiga u zormas u it. U sizdan maza qilib yashayveradi. Alloh taolo o'zi ichiga shunaqa funksiya berib qo'ygan, u o'zini o'zi tebratib yuraveradi. Albatta bir inson unga muhabbat qo'ysa, palonchi meni yaxshi ko'radi deb maza qilmaydi u. Bitta it emas, qolgan hayvonlar ham-da umuman inson yo'q bo'lsin, maza qilib yashaydi. G'ami yo'q, maza qilib yashaydi. Mayli, hayvonlarga e'tibor qaratib qo'yish kerak, kerak paytda parvarish qilib qo'yish kerak. Lekin bu degani insonga berilish kerak bo'lgan muhabbat itga ber deganimiz-da. Ana, internet ham ishlab qoldi. Xudo xolasa endi yo'lga chiqib ketsak, bo'radi endi, bo'radi.
bulut qoplabdi. Ko'prikni bulut qoplabdi. İşte Astaraxandan o'tib ketish. Katta suv usti kemasi bor ekan. Suv usti ko'prigi bor ekan. Shunda o'tib ketish. Ko'prikni bulut qoplagan. Az ko'rinmaydi. Sal ko'rinadi. Ha, tepa ham mana. Bulutligi ko'rinib turibdi shekilli. Muammo nimadaligini bilmadim. Mashinani olib ketib qolishlarida yoki borishimga ishtirok yozib berib, mashina to'lab olishing kerak dedi. To'lash imkoniyati ham yo'q ekan, chunki banklar ishlamaydi ekan. Sxemaga o'zi 1-2 kunda kirar ekan. Nima sababini bilmadim. Lekin haligi Xizr alayhissalom qissasidan xulosa shu bo'ladiki, albatta mana shu ishning orqasida yaxshilik bor deb e'tiqod qilishim kerak. Albatta Robbim menga buni orqasida yaxshilikni ravo ko'rgan, qaysidir katta muammodan saqlagan yoki yaxshilikni beradi orqasidan deb e'tiqodda turaman. Unda xolasa hammasi zo'r bo'ladi. Kitobda o'qiyasiz, yarmi yirtilib ketgan bo'lsa yoki bir ikkita qatorlar tushib ketgan bo'lsa, o'zingiz to'g'rilab olishingiz kerak bo'ladi-ku. Kalimalar nima, boshqasi nima. Internet shunaqa bo'lib qolibdi Rossiyada. Mana hozir meni ko'prikni nari yoqda deb ko'rsatyapti. Ko'prikdan o'tib bo'lganman. Mana bu yo'l bilan. Bu yog'ini o'zim sekin to'qib ketishim kerak. Maydan o'tdim-ku manaqa deb. Bitta ishlagan joyda ochib olasiz. Keyin u yog'ini taxminan qadamma-qadam, kilometr-kilometrda o'zingiz o'lchab ketasiz. Bo'lmasam iloji yo'q. Chunki GPS ishlamay qoladi. Bir ishlab, bir ishlamay qoladi. Shunaqa. Safarga chiqishdan oldin suv olaylik. Yengil bir narsa olsam. Meva chevaralari bor ekan mana. Olma, apelsin, hamma meva bor ekan. Somsa bor ekan mana. Qadring. Portaxol edi, portaxol. Supermarketlar dunyo bo'yicha bir xil bo'lsa kerak. Endi ichidagi tovarning nomi boshqa bo'lsa, bilmadim, lekin sistemalar bir xil bo'lsa kerak. Smetana emas. Smetana qatamasa, bu boshqa narsa. Kefir qataq mana. Sut bor ekan, sut bitta ichib ko'raylik-chi, sutlar qanaqa ekan bularning. Moloko. Bu qanaqa qoladi moloko? Moloko o'zimiz molokoda-ku, qo'yroq bo'lishi kerak. Bu sut. Kubanskaya buryonka. Sut bo'ladi. Bu moloko deyaptimi degan moloko. Shirali bo'ladimi ekan? Bu o'zbekcha yozishmaydimi bular? Hop, ikkalasini oldim. To'xtab turinglar buni. Mushud rasmini chiqarib qo'yibdi-ku. Bilmadim, so'rab ko'ramiz. Hozir qani nima deyishar ekan. Hop, buni oldik. Keladi bizga mana shu ishlarimiz. Bitta shu bilan bizni. Ha, bitta suv olamiz. Hammasi bir xil bo'lsa kerak. Suv oldik. Babushka. Что? Ну это молоко. Молоко? Да. Can I drink?
Да, молоко, обыкновенное молоко. В чай, в А. кофе. Ket. Что, кет? А. Ну, М. ну и что? Нет, это обыкновенное А. молоко, просто рисунок такой. А, Так рисунок. нарисовали, да. Risonik, xullas. Ichsa bo'laveradi deyapti. Endi inson ichadigan sutga mushuk nima qizig'i bor deyman-da, mushuk. Mushuk xursand bo'larmikin, meni reklama qilishdi bular deb. Shunaqa ekanda inson zoti. Bular o'zlarini xususiy haligi rossiyskiy nimalar bo'larmikan? Pechenniylari. Emas, chet elniki ekan. Qo'yib ko'ramiz hozir. Извините. Извините dermidi, o'zi to'g'ri aytdimmi? Ishqilib. Rossiyskiy. Qani bironta idish beradimi bular? Videoga olinmaganmi deyman? Rossiyskiy pechenniy. Ay yeter şunuz. Görürler taban bana. Ya bana bunu kırayım. Ya bu var. Зелененький? Да, давайте именно посмотрим. Men bilmayapman, bormi yo'qmi. Pechenniylari yo'qmi? Rossiyskiy shokolad. Спасибо, хорошо. Rossiyskiy shokolad вафли есть? Что? Rossiyskiy shokolad вафли есть? Российский шоколад в вафле? Вафли в шоколаде? Один. Ну вот шоколад. Rossiyskiy? Вон наверху. Машин sinab ko'raylik. Rossiyskiy. Молочный шоколад Альпенгольд. Ну. Вам пробивать пакет надо? Paket, one paket. А? Paket. Один. Буду историю читать шоколада. Bir şey içeri lan. Kechasi yurmasdan shu gastinitsiyaga kirib qolib turganim yaxshimikin ha? Qani kirib ko'raylik, bo'lmasam
Shunaqa ekan bu yer. Salom. Привет. Гостиница? Гостиница есть? I want to see. Что? I want to see it. Не понимаю. Mana shu joyda qoladigan bo'ldik. Yangi joyimiz bugun. Mana shu hotel. Armanistonlik bittasiniki ekan. Yangi qurishgan ekan. Bugungi qarorimiz shetda bo'ldi. Qani bir kirib ko'raylik. Yangi ekan, hali deyarli odam yashamagan desa ham bo'ladi. Ajoyib uslublari biznikiga o'xshaydi ekan. Qo'l yuvadigan joylari. Sochiq ham qo'yib qo'ygan. Endi bular yangi yil hisob-kitob bir xil ketadi hamma joyda endi Rossiya bo'lgandan keyin. Janamizlar qo'yib qo'ygan qaraganda musulmonlar ham ko'p keladi yoki bular ham o'zi musulmon bo'lsa kerak. Uslublari ham shakar, murch qo'yishlar. Брат, как тебя зовут? Зораб. Зораб? Асраруддин. Очень приятно. Приятно. Мусульман? Нет, Нет. христиан. Христиан. Я мусульман. Сегодня новым, а? Сегодня новым. Новый сегодня, а? Сегодня мы? Новый год через 4 дня. А, Через 4 дня. Новый год. С Новым годом deydi, nima deydi? Shunaqa deydi bari. Ofshi hammom ekan. Yangi hali anaqa qilishmagan, nima deydi? Odam yashamagan deyarli. Bir undoq, bir bundoq bo'ladi hayot. Yetti raqam. Bismillah. Bu safargisi mana yangi. Eskisida ham, yangisida ham turyapmiz-da. Yo'llarni ko'rsak bo'ladi. Bizni hamon tualetlarga o'xshaydi ekan. Ana sizga bugun sal ajoyib kun bo'ldi.
boshqacha bo'ldi deyman bugun. Bugunning o'zida hisob-kitob boshqacha bo'lib qoldi-da. Lekin eplasa bo'ladi. Lekin hammasi yaxshi. Shunchalik bo'ladi, yana nima qilish kerak? Hammasi yaxshi. Eplasa bo'ladi. Qishloqdan o'tib ketib turdim, yaxshi gazetasiga o'xshadi. Haqiqatda zo'r ekan. Men Bilayin sim kartasini sotib olmoqchi bo'lib bordim. Borsam sim kartani ham o'zi alohida pul ekan, keyin ustiga shot tashlash ham pul ekanda, keyin men undan oldin roaming sotib olgandim-da 325 mingga. Keyin telefon qildim kompaniyaga Telegram orqali. Shunaqa desam, aka ishlamayapti, men sotib olgandim desam. Yo, unaqa Rossiyaga kim kirsa ham 24 soat birinchi telefonni ishlatilmaydi ekan, hech qaysi nimada. Qaysi sim karta sotsangiz ham yoki chetdan kirgan hamma sim kartalarda ishlatilmaydi ekan. Keyin 24 soatdan keyin ishlashni boshlaydi aka dedi. Ha, bo'lmasam dedim-da, keyin 1-2 soat kutdim. Ishlab ketdi yaxshi. Har qanday chetdan kelgan nimalarda SMS'larda ham keltirilmaydi ekan, internetlarda ham ishlatilmaydi ekan 24 soat. 24 soatdan keyin ishlab ketar ekan. Yaxshi ishlab ketdi. Keyin mana alhamdulillah ishlarimiz hammasi joyiga tushib ketdi. Hozir yo'ldaman. Yo'lda bilmadim qancha uxlab qoldim. Charchab ketdim, bir chekkaga kirib, bir chekkada mashinada uxladim. Turib keyin internet ishlab qo'ygan ekan, gastinsani qarasam yaqinroqda bor edi ekan, o'sha yerga kelib qolardim-da endi. Chunki kunduzi ko'p yurganim yo'q, lekin ana bu mashinani ishlari bilan keyin bank ishlamaydi ekan, internet ishlamayapti, til bilmayman. Endi kimga nima deb tushuntirgan bo'lsam, tushuntirib eplab yetib oldim. Yaxshi insonlar ko'pda. Taksi meni bu taksi chaqirib bergan, gastinsani xodimi noto'g'ri chaqirib bergan. Taksi meni olib borib qo'ydi, bu yerda til bilmayman. Bu yer emas deyapti-da, bu yerda yo'q, unaqa shtraf to'laydigan joy. Sen boshqa joyga borishing kerak dedi. Keyin boshqa joyga borishim uchun ularda internetdan chaqirish kerak yoki telefon qilib chaqirish kerak. Telefon qilib chaqira olmayman, joyni ham bilmayman, gapira olmayman ruschada. Keyin haligi ruscha inglizchadan yaxshi ham haligi offline tarjima bor ekan. Inglizcha yozimda u unga ruscha tushuntirib berdi. Gasinizga telefon qilib, qayerga borish kerak bu odamlar deydi. Shunaqa deb tushuntirdi ularga. Keyin u o'sha rus telefon qilib taksi chaqirib berdi. Taksini pulini o'zim to'ladim. Chaqirib berganiga katta rahmat. U men bilan turib sovg'udi. Chaqirib, hozir mashinamni olib chiqaman dedi. Mashinasini olib chiqquncha taksi ham kelib qoladi dedi. Keyin mana bu taksi kelyapti ekan seni oldingga deb qo'yib, keyin u ketdi. Avtobusga unga bordim keyin. Unga borgandan keyin u yerda shtrafini to'ladi, boshqa bo'ldi. Keyin endi shtrafini hisob-kitob qilib bo'lgandan keyin ikkinchi mashina turgan joyini o'ziga borish kerak ekan. Bu yerda ham bilmayman. Yana telefon qilgani, boshqa qilgani, birovdan so'ragan uyatdan xullas. Qayta-qayta so'raverasanmi dedim-da, keyin bitta xotin kampir eri bilan keldida aytayaptiki, sen turibdi, birga ketamiz deyapti. Biz ham taksiga ketamiz, sen ham ketasan ekan, biz ham mashinamiz bor, boshqa dedi. Keyin, bo'pti, yarim-yarim to'laymiz dedi u. Bo'pti aka dedim, farqi yo'q, turaveramiz dedi. Keyin
Necha kutsam, qarasam militsiyalar abid qilishyapti. Ha bularning ishi ancha cho'zilar ekanda derimda, keyin sekin ketardim. Avtobusga chiqdim. Avtobusda keyin unga karta bilan to'lash kerak ekan. Bittasiga to'lab ber desam, bo'pti deb to'lab berib, menga niqa berdi. O'z nomidan to'lab berdi xullas. Xullas u yerda ham bitta bolaga keyin eplab tushuntirdim, shu joy borishim kerak desam, u yaxshi zo'r bola ekan u ham. Shunday kartasini ochib boshqa qilib eplab tushuntirdi. Keyin qarasam, kartaga boshqa joyga ketyapti. Desam, "Yo'q, bu karta ishlamaydi" dedi o'zi. Hisob-kitobni o'zing qilishing kerak dedi. Keyin bo'pti deb piyoda bordim. 1 kilometr ekan dedi-da. 1 kilometr ekan bu yerdan dedi. Avtobusda ostanovkadan tushsak 1 kilometr. Haliga rus aytayapti-ki, "Xohlasang birga boraman" deydi. "Yo'q, qo'yaver aka" dedi. Bunaqa. Darajada emas, o'zim eplab topa olaman. Yo'lda ketdim, kampirni ko'rib qoldim. "Kampir mana buni bilasanmi" desam, "Bilmayman, unaqa dedi. Birinchi borgan joyim ekan. Keyin u yoqqa qarasam 1 kilometr ekan, sal yurib bordim piyoda. 1 kilometr qancha? Yaxshi isib qoldim ham, chunki ana bu kutib qolganda sog'atib ketdim-da. Borsam, yaxshi, u ham yaxshi muomala qildi. Bittalab berdi. Shu bilan 5-6 soat ketib qoldi-da o'rtada. Charchab qoldim shunga. Kecha yurib kelib olardim endi. Buguncha yetar-a? Dedim-da, qoldim.